G'azo. Mana bu so'zni hech qachon unuttirmaymiz va G'azodagi qardoshlarimizda bo'layotgan zulmlarni, ular chekayotgan og'riqlarni ham unuttirmaymiz. Va G'azodagi musulmon qardoshlariga G'azodagi urush voqealar boshlangandan buyon, bosqinchi yahudlarning hujumlari boshlangandan buyon befarq bo'lmagan, ularni tun-o'tin eslab, ularni haqqiga duolar qilgan, ularga mollardan yordam qilgan yoki ularni ovozi bo'lib, ularni videolarini, qiyinchiliklarni ommaga ko'rsatib kelayotgan minglarcha aka-uka opa-singillarimiz bor. Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Ha, bugun ham G'azodagi holat og'ir. U yerdagi musulmonlar mana bu qishning sovuq kunlarida og'ir kunlarni boshdan o'tkazishyapti. Chodirlardagi hayot, yog'ingarchilik kunlar va shuningdek og'ir hayot. Bizlar ham Muray Qalblar xayriya jamoasi o'laroq Alloh taoloning fazli va rahmati bilan G'azodagi urush boshlanar ekan, bizlar ham bor kuchimiz bilan G'azodagi qardoshlarimiz uchun yordamga shoshildik. Albatta, bu narsaga siz ehsonkorlarni ehsonlaringiz bilan ularga yordamlarni ulashtirdik va ulashtirib kelmoqdamiz. Bugungi ko'rib turganingiz ushbu videoda ham G'azodagi qardoshlarimiz uchun ikkita yordamlarni ulashdik. Birinchisi, urushlar sababli, G'azodagi og'ir sharoitlar sababli yarador bo'lgan yoki og'ir holatda kasalxonalarga tushgan musulmonlar uchun naqd yordam pullari ulashdik va yana ochlikdan qiynalayotgan, og'ir kunlarni boshdan o'tkazayotgan musulmonlar uchun issiq taomlar ulashtirdik. Albatta, G'azodagi urush juda ham og'ir o'tdi. Urushlar sababli G'azoda yuz minglarcha musulmonlar shahid bo'ldi va yana yuz minglarcha musulmonlar yarador bo'ldi. Va yana qancha musulmonlar hozir kun kelib kasalxonalarda yotishibdi. Chunki urushning natijalari sababli. Va bizlar ham Muray Qalblar xayriya jamoasi o'laroq shu kunlarda ehsonkor aka-uka opa-singillarimizdan kelgan ehsonlarni, mablag'larni to'plab, o'sha kasalxonalarda yotgan yarador bo'lgan musulmonlar uchun sizlarning yordamlaringizni ulashtirdik. Va albatta, mana bu musulmonlar juda ham xursand bo'lishdi va sizlarning haqqingizga duolar qilishdi. Endi bir yarador musulmonning ehtiyojini ketkazishlik, yarador bo'lgan musulmonni xursand qilishlik juda ham katta bo'lgan ajrlardan. Ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizga juda ham qiyomat kuni eng katta uzrli bo'lgan holatlardan. Chunki albatta Alloh taolo qiyomat kuni: "Ey bandalarim, G'azodagi musulmonlar yarador holatda edi, G'azodagi musulmonlar och holatda edi. Nima qildinglar?" deb bizdan so'raydigan bo'lsa, Robbim, biz G'azodagi musulmonlar uchun ehson qildik, G'azodagi musulmonlar uchun yordamlarimizni ulashtirdik degan bir uzrimiz bo'ladi. Alloh taolo mana bunday musulmonlardan, mana bunday muslimalardan rozi bo'lsin. Va albatta, ko'rib turganingizdek, ikkinchisida G'azodagi musulmon qardoshlarimiz uchun, u yerdagi og'ir kunlarni boshdan o'tkazayotgan musulmonlar uchun issiq taomlar ulashish loyihamiz ham davom etyapti. Albatta, juda ham ko'plab issiq taomlar tayyorlab u yerdagi musulmonlarga ulashtirdik. Ba'zi taomlarimiz go'shtli bo'layapti, ba'zi taomlarimiz guruchni o'zidan bo'layapti, ba'zi taomlarimiz suyuq bo'layapti. Imkoniyatimizga qarab, holatimizga qarab, sharoitimizga qarab, G'azodagi musulmonlarning qorniga ozgina bo'lsa ham issiq taom kirgizishlik uchun harakat qilyapmiz. Va mana bu narsaga ham muvaffaq bo'lyapmiz. Albatta, mana bu ochlikdan qiynalayotgan musulmonlarning qornini to'yg'azishlik ham islomdagi eng katta amallardan hisoblanadi. Mana bu ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimiz ushbu sharafga muyassar bo'lishyapti. Musulmonlarning qornini to'yg'izishyapti, yetimlarning qornini to'yg'izishyapti, faqirlarning qornini to'yg'izishyapti. Alloh taolo ularni jannat mevalari bilan, jannat taomlari bilan ularni xursand qilsin. Agar sizlar ham ehsonkorlar karvoniga qo'shilib, G'azodagi musulmon qardoshlaringizga, G'azoda ochlikdan qiynalayotgan musulmonlarga yoki mana bunday janglar sababli yarador bo'lib kasalxonalarda qiynalayotgan musulmonlarga o'z ehsonlaringizni, yordamlaringizni ulashtirishni istaylar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlari mumkin. Bizlar ham inshaalloh Muray Qalblar xayriya jamoasi o'laroq tezkor shaklda sizlarning ehsonlaringizni va yordamlaringizni G'azodagi musulmon qardoshlarimizga ulashtirishga davom etamiz. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Alloh taolo G'azodagi musulmon qardoshlarimizga ofiyat, nusrat va najot bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.